Olmazorda joylashgan ishlab chiqarish uchun sizlar uchun joy topib qo'ydim. 3200 kvadrat metrdan iborat. Hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet muammo yo'q. Parkovkalari bor. Yonida pochta jo'nataman desanglar, viloyatga ham pochtalarni olib ketadigan shofyorlarimiz bor. Endi bonuslarini aytib o'tsam, 4-etajda joylashgan. Bonusi esa 5-etaj. Bu отдельно mansarda uchun joy qilingan. Buni sizlarga bonus qilib gaplashib qo'yganman. Endi men sizlarga buni to'liq ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. 3200 kvadrat metrli joyimizni to'liq ko'rib chiqamiz. Chap qo'limizga kirganingizda ikkita xonasi bor. Uni xohlagan variant ishlatsanglar bo'ladi. Meni taklifim buxgalterlar uchun. Bu yoqda katta koridori bor. Chapga kirsanglar bu xonani boshliqlar uchun. Bu yoqda sekretarlar o'tiradi. Bu tarafida esa boshliq o'tiradi. O'ng tarafda yana sklad bor, kichkina. Endi bu yoq ishlab chiqarishimizni ko'rib chiqamiz. Kattagina, kompaktniy, hamma qulayliklari bor. Hech qanaqa muammosiz. Kelasiz, soqqani qilasiz. Chap tarafimizda ikki xil liftlari bor. Bittasi kiyim-kechak yoki qanaqadir gruz uchun, ikkinchisi odam tashish uchun. Bu yoqda har xil xonalari bor. Bu tarafga xohlasanglar xona, xohlasanglar sklad qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ishlab chiqarish ikkinchi qismi kattagina joylashgan. Bu esa vitej, havo tortish uchun, havoni tozaligi uchun. Bu yoq sklad, kattagina. Bu ham sklad. Bu tarafi ham sklad, nemerini katta. Video yoqqan bo'lsa like bosamiz, podpiska qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.